Assalomu alaykum yurtdoshlar, assalomu alaykum shahrimiz mehmonlari, assalomu alaykum ana shu bugungi konsertga tashrif buyurgan aziz san'at shaydolari. Diyorimiz vaqti bilan 12:50 daqiqani ko'rsatib o'tirgan bir vaqtda birinchi o'rta sonli maktabning muhtasham konsert zalida Shahzodbek va Gulsanamning konsert dasturini boshlaymiz azizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlarimiz. Barchangizga xush kelibsiz deymiz. Sizlarni ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Bugun Shahzodbek va Gulsanam sizlar uchun eng zo'r va siz sevgan qo'shiqlarni taqdim etishadi. Demak, hurmatli va aziz mehmonlarimiz, mazza qilib dam olishingiz va mazza qilib raqsga tushishingiz mumkin. Aytgancha, eng zo'r raqsga tushgan mehmonimizni ajoyib sovg'alar kutmoqda. Shunday qilib Shahzodbek va Gulsanamning konsert dasturi boshlandi. Erta bilan turdim, kayfiyatim zo'r. Derazamdan sekin termulsam, bir qiz har kun o'tar, yo kimnidir kutar, nima bo'lar yoniga borsam. Erta bilan turdim, bekat tomon yurdim, dugonam kelishini kutsam. Bir yigit har kun boqar, menga juda yoqar, nima qilaman yonimga kelsa. Qarasam kundan kun sog'inarman har zum, negadir